Endi qishloqning ob-havosi shunaqada. Bir yomg'ir yog'adi, bir quyosh chiqadi. Ha, yaxshi, menga yoqdi. Hozir tinib qoladi. Aka, Ye, mana ovqat ham keldi. Biroq uyga kel, o'lib ketibsan. xo'p. Qani mehmon, ovqatdan oling. Oling. Baraka topsin. Singiz menga juda ham katta yordami tegdi. Ha. U juda mehribon qiz. Sog' bo'lsin. Ha. Kasalimni ham shu payt tutib qo'yganda qarang. To'satdan nafasim qisib, darvozangiz tagiga yotib qolman. Asosiysi, doringiz yoningizda ekan-ku. To'g'ri. Shu kasalim quri chiqib qolganda uylanish haqida yana ham ko'proq o'ylanib qolaman. Yaxshi o'ylabsiz. Erkak kishining yonida ayoli bo'lgani yaxshi. Rizq sovuqdan, kir-chiridan xabardor bo'lib turadi. Yo'q demasangiz, sizga bir taklifim bor. Nima taklif? Shu singizni qo'lini so'ramoqchi edim. Qachondan beri shu haqida aytaman deyman-u, hech mavridi bo'lmaydi. Singiz ortidan balkim o'zingiz ham shaharga borib, birga katta biznes boshlardik. Nima dedingiz? Kelishdik. Bitta singlim bo'lsa, sizdan aylansin. Shu mardligingizni hurmat qilaman aka. Bu qaroringizdan hech qachon afsuslanmaysiz. Va'da beraman. Singizni baxtli qilaman. Qani, ovqatdan olaylik, sovuq qolmasin. Oling.